Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filialida simulyatsiya texnologiyalari va zamonaviy tibbiyot mavzusida press tur hamda ochiq eshiklar kuni tadbirlari o'tkazildi. Anjumanda ishtirok etgan muxbirimiz shu haqda xabar beradi. Tajriba va malaka nafaqat nazariy bilim olish, balki bevosita amaliyot orqali ro'yobga chiqariladi. Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filialida faoliyat olib borayotgan o'quv simulyatsiya markazida ham raqamli texnologiyalar, zamonaviy tibbiyot yutuqlaridan samarali foydalanilgan holda talabalarning nazariya bilan amaliyotni birgalikda o'rganishlari uchun imkoniyatlarni yanada oshirganligi e'tirofga loyiq. Ushbu tadbir zamonaviy tibbiy ta'limda innovatsion yondashuvlarni keng joriy etish, talabalarning amaliy ko'nikmalarini rivojlantirish va keng jamoatchilikni bu boradagi yutuqlar bilan tanishtirish maqsadida o'tkazildi. Ochiq eshiklar kuniga taklif etilgan ommaviy axborot vositalari vakillari, blogerlar simulyatsiya markazi faoliyati bilan yaqindan tanishdilar. Ularga zamonaviy mulyajlar, virtual bemorlar va real sharoitga yaqinlashtirilgan tibbiy mashg'ulotlar uchun mo'ljallangan texnik jihozlar namoyish etildi. Markazimiz hozirgi paytda zamonaviy simulyatorlar bilan jihozlangan. Mana hozir oxirgi olib kelingan mulyajimiz robotlashgan mulyaj bo'lib, u xuddi odamdagidek, masalan, og'riqda ko'z yosh qilish, hayajonlanganda ter bosish kabi funksiyalarni ham bajaradigan zamonaviy mulyajlar bilan jihozlangan. Ginekologiya bo'limimizda esa tug'ruq jarayonlari xuddi amaliyotdagidek tug'ruqlarni bajarib beradigan mulyajlar bilan jihozlangan. Hozirgi paytda simulyatsiya bilan jihozlanish darajasi 71% ni tashkil qiladi. Kelgusida buni 100% ga chiqarish maqsadida 2025-yil uchun 3 milliard 273 million so'mlik jihozlar xaridi rejalashtirilgan. 250 ming AQSh dollarilik yangi simulyator jihozlar xarid qilish rejalashtirilgan. Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filialini o'tgan o'quv yilida 645 nafar talaba tamomlagan bo'lsa, joriy o'quv yilida 725 nafar yoshlar kelgusida yetuk tibbiyot mutaxassisi bo'lish uchun filialga qabul qilindi. Bundan tashqari magistratura yo'nalishida 69 nafar, klinik ordinaturada 157 nafar mutaxassis tahsil olmoqda. Filialda bugungi kunda 1000 nafardan ortiq xorijlik talabalar tahsil olayotgan bo'lsa, joriy o'quv yilida yana 300 nafardan ko'proq boshqa davlat fuqarolari o'qishga qabul qilindi. O'quv simulyatsiya markazida stomatologiya, tibbiy profilaktika, pediatriya, davolash ishi, sog'liqni saqlashni boshqarish fakultetlarida tahsil olayotgan talabalarning amaliy ko'nikmaga ega bo'lishlari uchun yaratilgan shart-sharoitlar, yangi imkoniyatlar juda ko'p. Amaliy mashg'ulotlar o'tkazish uchun zamonaviy texnologiya va mulyajlarning xarid qilinayotgani malakali tibbiyot mutaxassislarini tayyorlash imkonini beradi. Oliygohda o'qib, shifokor bo'lishni maqsad qilgan talabalar bundan juda xursand. Talaba bo'lganligimiz sababli tirik inson bilan amaliyot o'tash biz uchun bir qancha muammolarni keltirib chiqaradi. Chunki hali talabalik bo'lganimiz uchun insonlarni bizga beradigan hayajoni tufayli biz insonlar bilan amaliyot o'rganishga biroz qiynalamiz, ammo raqamli texnologiyalar, bizga yaratilgan mulyajlar orqali bizlar hayajonimizni yengamiz. Ya'ni kelajakda bemorlar bilan bo'lgan muloqotda o'zimizni tetik va bardam tutishimizga keng sharoitlar yaratilgan. Hozirgi kunda raqamli texnologiyalar hamda tibbiyotning birlashishi biz talabalarni tibbiyotni chuqur o'rganishimizga yengilliklar tug'diryapti. Ya'ni raqamli texnologiyalar kirib kelganligi tufayli tibbiyotdagi ko'pchilik muammolarni oson yechimi, tashxislarning oson qo'yilishi bu talabalar uchun ham yangi va zamonaviy sharoitlarga imkon bermoqda. Bu kabi amalga oshirilayotgan ishlar va davlatimiz tomonidan yaratilayotgan imkoniyatlar bo'lg'usi shifokorlarning bilim va salohiyatini yuksaltirishga xizmat qiladi.